Assalomu alaykum. Men Abdullayev Shuhrat Abdurahmonovich. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Genetika va sun'iy eksperimental biologiyasi instituti katta ilmiy xodimi bo'laman. Demak, biz institut ilmiy xodimlaridan 5 nafarimiz. Jahon bankining Print dasturi doirasida Xitoy davlatining Qingdao Agricultural universitetiga demak stajirovka o'tash uchun kelganmiz. Ushbu stajirovkada maqsadimiz o'simliklarning biotik va abiotik stresslarga chidamliligini o'rganishda zamonaviy biotexnologik yondashuvlarni o'zlashtirish hisoblanadi. Biz hozirgi kunda zamonaviy laboratoriyalarda ko'plab tajribalar o'tkazmoqdamiz. Jumladan biz uchun CRISPR-Cas texnologiyasini amalda qo'llash katta tajriba bo'ldi. Genlarni tahrirlash, nokaut qilish yoki overekspressiya qilish kabi ilg'or uslublar orqali o'simliklarning chidamlilik genlarini tahlil qilmoqdamiz. Shu bilan birga olma o'simligini in vitro sharoitida mikroklonal ko'paytirish usullarini ham o'zlashtiryapmiz. Ushbu bilimlarimiz kelajakda O'zbekistonda intensiv bog'dorchilikni rivojlantirishda katta hissa qo'shadi deb o'ylaymiz. O'rgangan bilimlarimizni O'zbekistonda qo'llab, o'simliklarning stresslarga chidamli navlarini yaratish, biotexnologiya va genetikani yangi bosqichga olib chiqish niyatidamiz. Assalomu alaykum. Men Abdukamil Boburxonboyevich, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti kichik ilmiy xodimiman. Men hozirda Xitoy davlati Shandong provinsiyasida joylashgan Qingdao qishloq xo'jaligi universiteti meva va sabzavotlar zararlantirilgan pashkurash markazida ilmiy va amaliy tajribalar olib bormoqdaman. Ushbu markazda olma o'simligini kasallantiruvchi, olmani hosildorlik va hosil sifatiga jiddiy zarar yetkazadigan zamburug'li funksional genlarni aniqlash va ularning xususiyatlarini o'rganish bo'yicha ilmiy va amaliy tajribalar olib bormoqda. Shu o'rinda institutimiz rahbariyatiga va Print dasturi ijrochilariga chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz.